Bu chiroy nima deyapti o'rtoqlar? Bugun ideal variantga kelganmiz. 2 xona, 3 xona qilingan variantimiz Chilonzor rayonida joylashgan торговый sentrda ro'parasida o'rtoqlar. 2 xona, 3 xona deb ham bo'lmaydi buni. 3 xona deb bemalol aytolaman, chunki kvadrati anchagina kattagina. Bu yoqda to'g'ridan oshxonasi tushgan. Hech chiqmasligi uchun shunaqa kupe eshiklardan qo'yishibdi o'rtoqlar. Bu yoqda esa встроенный кухонный mebeli. Rangini ham juda ham спокойный, такой идеальный ranglar tanlashibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda esa detskiyimiz. Detskida bir emas, 2 ta krovat qo'yishibdi o'rtoqlar. Bu yoqda jurnalniy stolik, mana yana bittasi va bu yoqda shkofini qo'yishibdi. Uyimizning umumiy maydoni 63 kvadrat o'rtoqlar. Uyimizda boya aytib o'tganimdek kirpich. Bu yoqda esa ota-onalar xonasi. Ota-onalar xonasi ham anchagina kattagina o'rtoqlar. Biralariga ham e'tibor beramiz, juda ham zo'rdan qo'yishibdi. Bu yoqda esa shkofi. Bu yoqda asosiy kirish qismimiz va bu yoqda shkoflarigacha qo'yishibdi o'rtoqlar. Sanodelimiz совмещенный. Buni ko'rishingiz mumkin. LED oynalargacha qo'yishibdi, dushovая kabina va даже fellargacha qo'yishibdi. Uyimizning narxi keladigan bo'lsa 88.900 dollar. Realniy klientlar uchun yanada chiroyli narx qilib beramiz o'rtoqlar. Kelaverasizlar.